Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Ixtiyor Baxtiyorov YouTube xulosmatlari. Bu videomiz va qisqacha intervyu birinchi qismda edi. Hozir sizlarga ikkinchi qismini qo'yib boraman. Men o'zi Toshkentda. Do'stlar, aeroportga yaqinlashib qoldik. Hozir podrobni sizlarga ko'rsatib boraman. Tog'alar nechta, qayerda turibdi, vaziyat qanaqa, hammasini hozir bilib olasizlar. Bu brat keldi, qaytimdan tovushchasiga gapirsa, Samarqand tovushchasiga gapiradi. Endi o'sha işte bir xil gaplarimizni bir-birimizni tushunmay qolamiz. Yo Samarqandga ketdik-da. Tog'lar turibdi, ko'ryapsan tekshirishda, o'rtada. Mana o'rtada turibdi. Pastda ham, tepada ham. Tog'lar turibdi. O'shalarni oldidan olib ketasizlar. Birinchi vihod, ikkinchi vihod, chiqish, kirish hamma joyda bor ekan. Stalbola orqasiga emas, mana stalbola orqasida ham o'tiribdi tog'a. Tak. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Sizlarga 2 kun oldin ham shu YouTube'ga mana shu Pulkovskiy shassini ko'rsatib o'tganman. Shu aka yerda kutib oladi. Iloji boricha. Hozir sizlarga yana shu nima deydi? Bir ikkita emas, o'zi ko'pchilikka savollar, mana shu savollar bo'lsa kerak, shu dokumenti yo'q. Nima qilsak ekan, bilsa tog'alardan qanday o'tsak ekan degan savollar ko'p bilasizlar o'zingizlardan. Ana shu bo'yicha sizlarga savollarga to'liq javob beramiz. Mana shu bugun ertani o'zida. Aeroportda shu nima voqealar ikkinchi qism qarang YouTube kanalimizda. Mana akamiz sumkalarni joylashtirib uzatishga start bo'lib turibdi. Hozir mana kiramiz ichkariga. Ikkinchi vihotdan kiramiz inshaalloh. Bu birinchi vihotda hozir tashqarida turibdi tog'alar, ikkinchida faqat ichkarida turibdi. Vaziyatga qarab sizlarga podrobni video olib boramiz. Aeroport har doimgidek odam ko'p. Biz hali ham shu qizil liniyada hozir. Pulkovo Toshkent yo'nalishiga tayyorgarlik ko'ryapmiz hozir, odamlar ko'p. Bu tomonda ham rosa tog'alar bor. Proverkadan o'tyapmiz. Pasport kontroldan o'tdik do'stlar. Hozir pasport kontrol, o'sha zelyoniy. Bu yog'i mojna. Bu akalar deport qilgan akalar. Narushinasi bor akalar. Shu yerdan o'tadi. Hozir yana proverkadan o'tamiz do'stlar. Ya dальше videoni davom etamiz. Do'stlar, mana biz hozir zelyoniy koridorda. Biz kutish zaldamiz. Ishonchli Sarvar, rahmat sizga. Biz xudo xohlasa 1 soatdan uchamiz. Rahmat. Rahmat. Qolgan videoni o'zim davom ettiraman endi. Opani eshitdinglar, opam men hozir Toshkentga reysga uchib ketyapmiz. Pulkovo aeroportida do'stlar, kutish zalida. Shu ish qilib qanaqadir bir muammo bo'lmadi-yu, atak muammo bo'lsa ham shu akalarimiz kelib, Sarvar akalar kelib ishimizni hal qilib, militsiyalar keldi, tekshirdi. Yo'q, tekshirmanglar deb bizni o'tkazib qo'ydi. Mana do'stlar, kutish zalida hozir samolyotga o'tiramiz. Shunday, joningiz sog' bo'lsin, mana hali vaqt bor. Pirojnichalar aka. O'tganim uchun aka 1000 rublga viski olib ichib. O'tganim uchun joningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, hozir Sarvar akani kanaliga bunaqa podrobni ochiqcha qo'yilmagan videolarni biz sizlarga hozir taqdim qilamiz. Bilib ko'rib turganlaringda mana shu samolyotga minish jarayoni. Hozir ko'rsatamiz. Oltinchi qator chap taraf.
Rahmat.